Yusufning qizi, arab yozuvchisi bo'lgan Josim al-Umronning eng sara asarlaridan biri bo'lgan bu kitob hayotiy voqealarga asoslanib yozilgan. Bundan tashqari bu kitob yozuvchining yana bir eng mashhur asarlaridan biri bo'lgan Fotimaning bolasi kitobini mantiqiy davomi hisoblanadi. Roman tanasida oq dog'lar, ya'ni vitiligo bilan tug'ilgan qizaloq va uni har qanday holatda ham sevib, qo'llab-quvvatlaydigan otasi Yusufning hayoti haqida hikoya qiladi. Asarda insonni tashqi ko'rinishi bilan emas, balki qalbi va fazilatlari bilan baholash kerakligi chuqur yoritiladi. Asar nima uchun o'qishga arziydi? Birinchi navbatda juda hissiyotli va ta'sirchan voqealar bilan boyitilgan. Bundan tashqari, insoniylik, mehr va rahm-shafqatning qadrini eslatadi. Ko'plab kitobxonlar bu asarni ko'z yoshisiz o'qish qiyinligini ta'kidlashgan. Bu va shunga o'xshash eng sara asarlarni faqatgina Falaq nashriyotidan topishingiz mumkin. Eng muhimi esa bunday noyob kitoblarning qalbakilariga aldanib qolmang.